kecha shu probkada yo'lga chiqdik. Erimga "Vau, shu manzarani qara" desam, "Menmi?" deydi. Senga qarasam hayotda yashagim kelmayapti. Kun botishini qara deb hazillashib ham qo'ydim. Yo'l-yo'lga iftorligimiz qilib, uyimizga borib pechkamizga qo'yib sirazi isindi. Ertalabda bayram bilan birinchi tabriklaganlik bo'ldi. O'zbekchilikda bilasizlar, eshik tagiga uzum ekiladi. Kelin olsam so'rtay tagida kalib o'tiraman deb uzum ekdim. Bugun quyosh menga kulyapti. Hali ham podarka olmaganim uchun ichim yig'layapti. Bugun bayram, xotinlar kuni. Ishlamayman desam, sen xotin emassan, qiz emassan. Tur ishla, ketmonda ol, uyimizga erkaksan deydi. Shunaqa qizlar ba'zan erkak gibi ayol bo'lish minuslarga olib keladi. Havo sovuq, 17 daraja, soqatadi desam, doktor "Mayli, chiniqadi bola" deydi. Nima holinglar bo'lsa ko'ringlar deb men uchgani ketdim. Doktor 3 dan oldin uylar supurib ket desa bo'ladimi? Yana qaytib tushdimda ishimga davom etdim. Yoz tugaydi, qish tugaydi, biz ayollarda ish tugamaydi. Shu mototsikllarni ko'rib yoshligim esimga tushib ketdi. Keyin o'zimga savol berdim. Sening yoshligingda mototsiklning yo'q edi-yu deb, ol supurgini qo'lingga deb supurishni boshladim. Ishga berilib ketganimizdan to'ylarni ham to'ldirib yuboribmiz. Bir haftadan beri mashinani suv yo'q edi, Go'kanolar deb olmagandim. Menga qolsa benzin emas, suvda yuraman. Magazinimizga bordik, iftorligimizni oldik, uyimizga qaytdik. Hatto bir og'iz tabriklashga arzimabman deb tursam, bu uyimizni ikki jentlmeni ovqatlarni qilib, dasturxonlar tuzab, bizni kutishayotgan ekan. Tog'da bo'l, bog'da bo'l, oilam bilan birga bo'l deganlar shu-da, to'g'rimi? Bu ovqat, gul, tort, yaxshi-ku-ya, lekin ichimda g'ulg'ula. Erim butun kun uyda edi, podarka olmagan to'shni. Podarka bermagan erkak xunuk ko'rinadi ko'zimga. Internetga kirsam, hamma gul olgan, uzuk olgan, u olgan, bu olgan. Men esa qurug'idan oldim, hijolat bo'lmanglar. Pulni ko'rgandan keyin men, gapim hazil, sevgim chin. Yo'qan seni, sevaman bil.